Mana bu ma'lumotni eshitganmisiz? Buni faqat ingliz tilini o'rganayotganlar ko'rsin. Present simple'da, ya'ni hozirgi zamonda do yoki does degan yordamchi fe'l mavjud deyiladi. Lekin aslida does degan yordamchi fe'l umuman mavjud emas. Sababi, bilasiz, yordamchi fe'llar gaplarni negativ yoki question qilish uchun ishlatiladi. Bu yerda e'tibor beringlar. She plays tennis bo'ldi. Mana playga s qo'shildi. Chunki present simple'da uchinchi shaxs birlik uchun birinchi kelgan verbga s yoki es qo'shimchasi qo'shilishi kerak. Endi siz gapni negativ yoki question qilmoqchisiz, albatta do ni olib tushasiz. Do ni olib tushganingizdan keyin birinchi kelgan verb do bo'lib qoladi. Sababi negativ holatda ham playdan oldin keladi, question holatda ham playdan oldin keladi. Даже subjectdan ham oldin keladi. Shuning uchun do ga s qo'shiladi, playda s qo'shilmaydi, playda bo'lmaydi. Agarda siz does keladi desangiz, playdagi s qayerga ketdi desa, siz bilmay qolishingiz mumkin-da yoki tushib qoladi deysiz, shunga o'xshagan gapni gapirasiz-da. Qolaversa, bironta kitobda does bo'lib tug'ilgan narsa haqida yozilmagan.